Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma solli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Sukuniy nun va tanvindagi inqilob qoidasi. Inqilob lug'atda bir narsani o'z ko'rinishidan boshqasiga o'zgartirish degani. Istilohda sukuniy nun yoki tanvin inqilob harfi yo'liqqanda nunni mimga almashtirib, mimni ixvo qilib, ya'ni g'unna bilan o'qish. Buni tushuntiraman amaliy misollar bilan. Inqilob harfi bir dona xolos. Bu ham ba harfi. Bir dona ba harfida bor xolos. Tushunalyapti? Sukuniy nun yoki tanvin ba harfiga yo'liqqanda nun mimga almashib ketadi. Buni biz g'unna bilan ixvo qilib o'qiymiz. Endi inqilob uch xil holatda bo'lishi mumkin. Bir so'zni ichida bo'lishi mumkin. Ikki so'zni bir-biriga yo'liqqanida bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam tanvinda bo'ladi. Bunda ham ikki so'z o'rtasida bo'ladi. Birinchi holatda bir so'zni ichida inqilob bo'lganida qanday bo'ladi? Qanday o'qiladi? Birinchi misolga qaraydigan bo'lsak, izin ba'asa. Izin ba'asa. Nun o'rniga mim bilan ixvo qilinib, ikki harakat g'unna bilan o'qilinadi. Izin ba'asa. Ixvo degani bir harfni ikkinchi harfni maxrajga yashirish degani. Buni bundan keyingi darsimizda o'tamiz ixvo nimaligini. Izin ba'asa. Bunda mana shu g'unna qilib turilgan paytda, ikki harakat ushlangan paytda e'tibor bering, yuqoriga va pastga lablar bir-biriga qattiq yopishmaydi. Izin bo'lib yoki ochiq holatda ham turmaydi. Izin bo'lib. Balki lablar bir-biriga xiyol tegadi, ozgina kuchli emas. Buni ustozlar o'rgatishda lablar orasiga varaq, ya'ni bir sahifa siqadigan darajada bo'lishi kerak deyshadi. Izin ba'asa. Izin ba'asa. Va ikkinchi yonida turgan holatda mushafda aynan qanday holatda kelishi ko'rsatilgan. Nun ustida mim yozilgan bo'ladi. Ya'ni nunni mim o'qigan degani. Baga yo'l qo'yapti nun, sukunli nun va mana shu yerda mim bilan o'qigan degani. Ya'ni inqilob qoidasi bor degani. Izin ba'asa. Tushunarli? Sukunli nun ba harfiga yo'l qo'yapti. Biz buni ya'ni nunni mimga almashtirib ikki harakat g'unna bilan o'qiyapmiz. Izin ba'asa. Ikkinchi holatda sukunli nun bir so'zda, ba harfi ikkinchi so'zda, ya'ni ikki so'z o'rtasida inqilob bo'lganida qanday o'qiladi? Min ba'du. Min ba'du. Min ba'du. Uchinchi holat. Tanvin baga yo'liqqanda. Sami'un basir. Sami'un basir. Sami'un basir. Mana shu inqilob qoidasi. Uch xil holatda bo'lishi mumkin. Bir so'zni ichida sukunli nun baga yo'liqishi mumkin yoki sukunli nun va ba harfi ikki so'zda bo'lishi mumkin. Uchinchi holatda tanvin ba harfiga yo'liqishi mumkin. Va yana qoidasini qaytarib aytaman. Agar sukunli nun yoki tanvin ba harfiga yo'liqadigan bo'lsa, biz bunda nunni mim harfiga almashtiramiz birinchi, keyin g'unna bilan ixvo qilamiz. Inqilobning sababi. Nima uchun inqilob qilinadi? Sababi sukunli nun yoki tanvindan keyin ba harfini izhor qilib o'qish qiyin. Ya'ni izhor qilish, to'g'ridan-to'g'ri bildirib o'qish qiyin. Shu sababidan inqilob qilinadi. Buni darslarda ko'p aytaman. Arab tilida ko'p narsa, ko'p qonun-qoida talaffuzga osonlikka qarab yuraveradi. O'zi har bitta tilda ham mana shunday. Shuning uchun ham tillarda, odamlarda shevalar bor. O'ziga oson bo'lgan talaffuzda talaffuz qiladi. Inqilob qoidasida uchraydigan xatolar. Birinchisi, inqilobda ikki labni qattiq yumish, ya'ni bir-biriga qattiq yopishtirib o'qish. Izin ba'asa deganda yoki mim ba'd. Mim ba'd. Lablar qattiq bir-biriga yopishtirilmaydi. Agar bunday qilinadigan bo'lsa, mim
tashdidlikka o'xshab qoladi, ya'ni tashdidli harfga o'xshab qoladi mim. Iqlobda esa harf ikkita emas, ya'ni mim harfi ikkita o'qilinmaydi, faqat ixfo qilinadi, g'unna qilinadi. Ikkinchi holatda ko'p uchraydigan xatolar bu mim harfini nutq qilinayotganda ikki labning orasini ochib yuborish. Buni ham yuqorida aytib o'tdik. Oralar katta ochiq qolib ketishi. Agar ochiq o'qilinadigan bo'lsa, mim, ya'ni g'unna mahrajdan uzoqlashib, unga kerakli g'unna berilmay qoladi. Ya'ni g'unna berilishi kerak bo'lgan g'unna berilmay qoladi. Tushunarli? Birinchisi qattiq yopib yuborish lablarni, ikkinchisi esa lablarni ochib iqlob qilish. Mana shu xatolar ko'p uchraydi. Demak, iqlobda mimni talaffuz qilinayotgan paytda lablar qattiq ham yomilmaydi va ochib ham yuborilmaydi.